Yana xalqimizda shunday noto'g'ri tushuncha borki, sut tishlari tushib ketadi, ularga qarash shart emas degan tushunchamiz bor. Bu esa juda noto'g'ri, chunki tish tushib ketar ekan, u og'iz bo'shlig'idagi infeksiyalarni o'zi bilan olib chiqib ketmaydi. U infeksiyalar og'iz bo'shlig'ida qoladi. Undan tashqari, biz bilganimiz kabi tish doim oldindan tushmaydi. Birinchi bo'lib bizda doimiy tishlar orqada 4 ta jag' tishlari chiqadi. Va agar og'iz bo'shlig'ida karies bo'lsa, ularga yuqadi. Bu 4 tala tish chiqib bo'lgachgina bizda old tishlar to'kilishni boshlaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yoshi kattaroq bolalarda karies eng oxirgi shu jag' tishlardan boshlanadi. Demak, birinchi chiqqan o'sha doimiy tishlar uni qachondir yuqtirib olgan, endi esa kasallik darajasida namoyon bo'lyapti. Shunday ekan, bola necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, uni og'iz bo'shlig'idagi karieslar doimiy nazoratda bo'lishi va davolab turilishi lozim.